Sizningcha tarixdagi eng buyuk fotosurat qaysi? Bryus Makkendelsning kosmosda hech narsaga bog'lanmagan holda surati. Bu judayam dahshatli. Parashyutdan sakrashni tasavvur qiling. Parashyut ishlamay qoladi, lekin yerga tez yaqinlashayotganingizda taqdiringizni o'ylash uchun bir necha daqiqa emas, balki soatlab vaqt bor. Endi o'ylab ko'ring, siz koinotdasiz. Yer bilan aloqangiz birinchi uziladimi yoki kislorod tugaydimi? Siz mutlaqo ojizligingizni his qilasiz. Xudo bilan uchrashishga tayyorlaning. Bombani zararsizlantirish bo'yicha mutaxassis 1970-yil Shimoliy Irlandiyada potensial portlovchi qurilmani zararsizlantirish uchun yo'l olmoqda. Shimoliy Irlandiyadan yana biri. Rasmdagi mashinaga bomba o'rnatilgan va ko'p o'tmay portlab 29 kishi, shu jumladan egizaklari bo'lgan homilador ayol halok bo'lgan. Bu suratdagi erkak va bola omon qolgan. Birinchi Hubble Deep Field rasmi. Haqiqatan ham aqlingizga sig'maydi. Buni kattalashtirib qancha yulduz borligini ko'ring. Va bu bitta galaktika. Hubble Ultra Deep Field taxminan 10 mingta yulduzga ega va siz aytganingizdek, bu tungi osmonning 10 milliondan bir qismidir. Och moviy nuqta. Bu kichik nuqtada 8 milliarddan ortiq odam bor. Zbigniew Liliga. Birinchi 24 soatlik yurak transplantatsiya operatsiyasidan so'ng bemor undan ko'proq umr ko'rdi. Mening ovozim yonayotgan rohibga beriladi. Odamlarning ko'z o'ngida sodir bo'layotgan ushbu fotosuratni taqdim etmoqchiman. Bir fotograf Janubiy minora 11-sentyabrda qulab tushganini tomosha qilayotgan odamlarni rasmga olishga muvaffaq bo'ldi. Venetsiyadagi oxirgi yahudiy 1941-yil. Tasavvur qiling, u nimalarni boshidan kechirgan. Hammasi shunday tugashi uchun. Uning yuzi meni hayratga soldi. Juda ozg'in, zo'rg'a tirik qolgan va jasadlar bilan to'ldirilgan chuqur uning oxirgi ko'rgan narsasi. Bu mening yuragimni ezdi. Men uchun bu Harold Edgerton tomonidan portlashdan bir necha soniya o'tgach olingan atom portlashi tasviri. Qadimgi ruhoniy va o'layotgan askar. Hektor Rondon Lavera. Nemis askarlari konslager suratlariga reaksiyasi. Ittifoqchilarning denazifikatsiya siyosati nafaqat jazolash, balki anglash va insoniylikni qayta tiklash yo'li edi. Uning bir qismi sifatida nemis askarlari konslagerlar haqida suratga olingan hujjatli filmni tomosha qilishga majburlangan. Kamera dahshatli kadrlar ustidan tomoshabinlarga o'tadi. Ularning yuzlarida iztirob, ko'zlarida uyat va yurakda chidab bo'lmas og'riq bor. Hech qanday so'z kerak emas, hammasi yuzlarida aks etgan. Men bu lavhani insoniyatimizga bo'lgan ishonch sifatida ko'raman. Chunki hatto eng og'ir jinoyatlarni sodir etgan odam ham hali to'liq yo'qolmagan. Bu menga shuni anglatadi. Biz o'z xatolarimizni tan olib yaxshiroq bo'lishni tanlashimiz kerak. Ammo bu haqiqat bilan yuzma-yuz turish zarur edi. Agar ular bu vahshiyliklarni ko'rishga majbur qilinmaganda, boshqa har qanday qadamlar ma'nosiz bo'lardi. Haqiqatdan qochib qutulib bo'lmaydi. Uni ko'z bilan ko'rmaguncha tushunib yetish qiyin bo'ladi. Agar video yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni esdan chiqarmang.